Xayli tong qizlar, kuninglarni yaxshi boshlab olaymi? Ertalabdan brokkoli parda pishirdim bolajonlar uchun. Hozir brokkoli beraman. Mansurchika storka ko'rib, mamaga brokkoli xursand bo'lib ketdi shunaqa qizim. Storaxonga отдельно яйца bilan brokkoli qilib berdim. Yaxshi ko'radi. Mansurchika esa shunday обычный beraman. Kashadan kimsaga har kun qilib berishga qilib bermayman, chunki ko'ngliga urib qolmasin deb svetnoy kapusta arasida tag'in boshqa sabzavotlarni qo'shib beraman. Har kun bir xil yesak esa ko'ngliga urib qolmasin deb. Lekin bolalarim juda yaxshi ko'radi brokkolini. Yeyishadi. Shuning uchun redga haftada 2-3 bor qilib berishga harakat qilaman. Hafta orasida. Shunaqa. Bizda havolar isib qoldi. Endi qorlar erib, endi har kuni harakat qilib Mansurchida gulat olib chiqaman. Hozir gulat qildik. Hammajon oftobat, qorlar eriyapti, hammajonlar. Endi esa magazin kiryapmiz Mansurchik bilan. Magazin kiraymaslarimizni olib, kechada uyga qarab ketamiz. Mansurchik. Bitta apteka ochilibdi. Qorlar qo'ydi. Bugun ochilibdi shekilli. Kunda olgan zelenimni maydalab, hozir go'sht va piyozlarni aralashtirib, nachinkasini tayyorlab qo'ydim, sambusa qilaman deb. Yoshligimizda jag yerdik. Eslangda bo'lsa agar, o'zimizda erta bahorda bo'lardi, dalalardan terib kelib, juda ham aziz boshqacha bo'lardi. O'shani juda ham sog'inibman. Rossiyada nima deb ataladi? Eti sotadimi, yo'qmi bilmayman. Lekin agar bo'lganda albatta sotib olib, sambusa tayyorlagan bo'lardim. Juda ham sog'inibman. Уже 10 yildan shaqa uni yemabman. Уже ertalab qo'ygan iliklarim qaynab hozir endi tayyor bo'libdi. Oldin уже ezilib ketibdi shunday. Mana iliklari shunday tayyor. Buni ko'tarib oldim. Suvni sovitishga qo'ydim. Juda ham yog'li suv. Yog'ini ajratib, holdaga hammasini aralashtirib, idishga qo'yib, xolodilnikka qo'yib qo'yaman. Tayyor bo'ladi, jile bo'lib. Hozir esa Ehsonjonga borib, sadikdan olib kelaman va kelib qolgan ishimni davom ettiraman. Bugun ujinga tiftel tayyorladim. Kecha tayyorlagan tiftelimda bolajonlar juda ham yaxshi ko'rishadi. Toshkalari bilan Mansurchikka ham beraman maydalab. Ulardan ichib oladilar. Qizlar sambusam tayyor bo'ldi. Katta qilib pishirib oldim, qo'ydim maydalab o'tirmasdan. Домашний tortma tayyor bo'ldi. Choy bilan desertga ichish uchun уже bolajonlarga ujinni berib, ular alohida suvga qotgan va уже ovqatlarini yeb o'ynab o'tirishibdi. O'sha ovozlardan o'ynab bilsalaring bo'ladi. Youtube ko'rib ular o'ynashyapti. Hozir endi iftorlikka 5 minut qoldi. Iftorlik qilamiz. Bugun ovqat oldiga shunaqa patishuba salatidan tayyorladim. Bolajonlar o'tgan safar qilganda juda ham yaxshi ko'rib yeyishgan edi. Bugun ularga qidirishga qaror qildim va shunaqa ajoyib bo'lgan patishuba salatini tayyorladim.